Davom etamiz. Surxon vohasida Boysun bahori xalqaro festivali boshlandi. Yurtimizning boy nomoddiy madaniy merosini namoyish etadigan xalqaro festivalga dunyo mamlakatlaridan ko'plab sayyoh va folklor san'ati ustalari tashrif buyurmoqda. Ayni daqiqalarda festival jarayonlari haqida hamkasbim Marjona Toshmurodova xabar berishga shay. Marhamat Marjona, efirdasiz. Rahman studiya. Bahor o'zi go'zal bir fasl, lekin Boysunning bahori, Boysunda bo'ladigan bahor bu o'zgacha mavzu. U bir ayyom, u bir bayram, u bir festival. Bugun Surxondaryo viloyatida Boysun tumanida Boysun bahori yuqori tayyorgarliklar bilan juda chiroyli kayfiyatda boshlandi. Mana hozir men Boysun tumanining o'sha hududiga xos bo'lgan pastki qismi toshdan, yuqori qismi yog'ochdan tayyorlangan uyidan tushib kelyapman. Xuddi shunday barcha hududlar o'zining hududiga xos bo'lgan turli madaniy chiqishlari, sahna ko'rinishlari va rekvizitlar bilan ishtirok etyapti. Masalan, 33 metrlik quloqlar, 15 ta qo'y va 20 ta qo'zini o'ziga sig'dirib tandir tayyorlash mumkin bo'lgan ulkan tandirlar ham tashkil etilgan. Bu ham mahalliy sayyohlarni, mahalliy tashrifchilarni, ham xorijiy sayyohlarni lol qoldirmoqda. Xo'p, bugun kun davomida hozirgacha qanday dasturlar bo'ldi va bundan keyin kun yakunigacha qanday dasturlar amalga oshiriladi? Bu haqda bizga O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Muhayyo Hayitova ma'lumot beradilar. Bugungi kun dasturi haqida qisqacha to'xtalib o'tsangiz. O'zbekistonimizning janubi bo'lgan Surxondaryo viloyatida har yili 2 marotaba o'tkaziladigan, har 2 yilda bir marotaba o'tkaziladigan Boysun bahori festivali mana bu yil ham o'z tayyorgarliklar bilan boshlandi. Hozir mana hozirga qadar qanday dasturlar bo'ldi? Mana har kuni mana ko'ryapsiz, bu 14 ta hudud o'zlarini shu Surxondaryo viloyatining 14 ta hududi o'zlarini mana chiroyli pavilyonlarni taxlashdi. Har birta tuman o'zini bir an'anaviy bo'lgan o'sha nima deydi, o'sha tumanni aks etadigan chiroyli namunalarni kashf etib berishdi. Katta rahmat ma'lumotlar uchun. Va bu albatta bu festivalda o'zimizda mana milliy urf-odatlarimiz, an'analarimiz va mana shu kelajak avlodga qolayotgan, bizdan mana shu qolayotgan barcha milliy urf-odatlarimizni mana shu kelajak avlodga biz saqlab yetkazib berilyapti. Rahmat ma'lumotlar uchun. Va hozir bu yerda baraklar sayli, havo sharlari sayli, shu bilan birgalikda milliy taomlar sayli ham boshlanish arafasida turibdi. Endi keladiganlar mazza qilib aylanishi mumkin ushbu festivalda. Hozir mana bizda cholg'uvchilarimiz, Boysun tumanining folklor jamoasi cholg'uvchilari bir daqiqa iltimos qilamiz. Ular hozir bizga noodatiy tarzda kuy chalib berishadi. O'sha Boysun tumanida Do'stlik ordeni sohibi, nomoddiy madaniy meros saqlovchisi Bo'riqul aka Jumayev yonimdalar. Sizga xabarimiz bor, 11 ta musiqa cholg'u asbobida kuy chala olasiz. Qay darajada xursand bo'lishyapti o'sha tashrifchilar, sayyohlar sizni o'sha mahoratingizni, san'atingizni ko'rib? Albatta mana Boysun bahori festivali bahonasida butun hozir mana juda ko'p mamlakatdan mehmonlar keldi. O'zimiz kutib oldik ko'chadan, lekin eng qiziqarli, eng qiziqqan joyi bizning nomoddiy madaniy merosimiz bo'lgan qadimiy milliy sozlarimiz, milliy hunarmandchiligimiz, urf-odatlarimiz, milliy taomlarimiz hammasi o'zlariga nima deydi? Hammani lol qoldirganda, mana qarang, hozir har bir qo'rg'onning o'zgacha chiroyiga ega bo'lgan. Bizni milliyligimizni, urf-odatimizni yoqqon namoyon qilib turgan festival Boysun bahori. Hozir diqqat bilan e'tibor qaratishingizni so'ramoqchi edim. Boysunni o'sha hammamiz eshitganda Boysun hayolimizga keladigan bitta kuy bor, Sibizg'a. Shuni bizga shogirdlar bilan birgalikda chiroyli qilib chalib berishadi. Noodatiy cholg'u asbobingiz qani sizda? Albatta polietilen paket bor edi. Polietilen paket ham bor, mana polietilen paket. Qarang, mana qadimiy sozlarimiz ko'p, mana g'ajirlar degan sozimiz bor. Loydan bor, mana suyakdan, loydan, temirdan, polietilendan, qolaversa qamishdan hamma milliy, qadimiy milliy sozlar mana shu yerda mujassam bo'lgan. Demak, hozir bizga ozgina chalib bering. Bizni hozir kuzatib turgan tomoshabinlar ham ko'rishsin. Demak, shogirdlar yordam beradi. bilan birgalikda o'sha nomoddiy madaniy meros saqlash sifatida Boysuncha morgini chalib beraman. Mana shogirdlarim bilan birgalikda.